Mana shu videoda sizlar YouTube'ga juda ham ko'p yozadigan savolingizga javob olasizlar. Nafaqat YouTube'ga, balki Instagram'ga, Google'ga shu savol bilan ko'p murojaat qilishadi. Ya'ni iPhone telefonlaridan boshqa telefonni Instagram'ga ishlatsa bo'ladimi? Ya'ni blok olish uchun qaysi telefon yaxshi? iPhone'dan tashqari albatta. Bu savolni beradiganlar ko'p. Men o'zim blog yurg'izadigan paytimda ham bu savolni juda ko'p berishgan. OpenShop akkaunti, ya'ni Instagram akkauntiga ham shu savol bilan murojaat qilishgan. Android smartfonlarining orasida qaysi telefonni blok olib borsa bo'ladi deb. Endi men sizlarga hozir sekin bir boshdan tushuntirib beraman. O'zi umuman olganda Android telefonlarining orasida iPhone'dan yaxshi kameraga, videoga, rasmga oladigan telefonlar bor. Faqat ularni Meta bilan, ya'ni Instagram, Facebook bilan operatsion sistemasi chiqishmaydi. iOS'da bo'lsa shu narsa bir-biriga ulangan. Ya'ni Meta'da, Facebook'da, WhatsApp, Instagram'da, Threads'da baribir ham mana shu iOS operatsion tizimidagi iPhone yaxshi ishlaydi. Shuning uchun buni kamerasida olingan videolarni va rasmlarni Instagramga qo'yganingizda sifati buzilmaydi. Mohiyat, ma'no shunda. Ma'no manba kameraning megapiksellarida emas. Masalan, hozirgi telefonlar, eng ko'p sotilayotgan telefonlardan bittasi Redmi Note 15 Pro telefonni oladigan bo'lsak, 200 megapiksel kamerasi, 200 megapiksel. Buniki bo'lsa 48 megapiksel. Odamlar aytishi mumkin, bir xilla Redmi olgandan keyin aytadi, "Meniki iPhone desa, seniki iPhone 48 megapiksel, meni Redmi'm 200 megapiksel. Senikidan kuchli" deydi. Lekin bu narsalar, bu raqamlar sizni Instagramga zo'r video qo'yishingizga nima deydi? Foyda bermaydi, yordam bermaydi. Chunki iOS aytganimdek, iOS operatsion sistemasi bilan Meta bir-biriga bog'liq. Android bilan bo'lsa bog'liq emas. Endi yaqinda Harmony OS degan yangi operatsion sistema ommaga tatbiq qilinadi Huawei tomonidan. Ko'ramiz u bilan qanaqa muammolar bo'ladi yoki balki uni Meta bilan, Facebook, Instagramlar bilan xuddi shunaqa iOSga o'xshagan kelishuvi, mana afzalliklari bordir. Endi buni vaqt ko'rsatadi. Xo'p, men sizlarga blog yurg'izmoqchi bo'lganlarga endi Android olishni maslahat bera olmayman, chunki hozir o'zim sizlarga nimagaligini tushuntirdim. iOS olishinglar kerak, ya'ni iPhone olishinglar kerak. Hozir qaysi iPhone'larni olishinglar mumkinligini aytaman. Agar sizlarda budjet bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, qaysi iPhone'larni hozir olib, bemalol sifatli videolar olib ishlatishinglar mumkinligini aytaman. Birinchisi bu iPhone 13 Pro smartfoni. iPhone 13 Pro ni yangisini topa olmaysizlar, lekin bu variantini yaxshi sostoyanida garantiya bilan olishingiz mumkin. Albatta OpenShop saytidan, bizning saytimizdan mana shu YouTube videoni tagida link bor, o'sha orqali o'tib bu smartfonlarni narxlarini ko'rishingiz mumkin. U yerda iPhone 13 Pro bor. Undan tashqari biroz qimmatroq varianti bo'ladi, iPhone 13 Pro Max. Sizlarga bitta sir aytaman. Pro va Pro Max'ni o'rtasida farqlar unaqa katta bo'lmaydi. Eng katta farq ularni narxida. Kulgili eshitilishi mumkin, o'zi eng katta farq narxida va keyingi narx ularni razmerida. Bu 15 Pro Max bo'ladigan bo'lsa, 15 Pro bundan birozgina kichkina bo'ladi. Kamerada farqi bor, obyektivda. Faqatgina obyektivda. Ya'ni 15 Pro Max'da 5x, 3x zoom bo'ladigan bo'lsa, 15 Pro'da 5x bo'lmasligi mumkin. 3x bo'ladi. Yokida sal boshqacharoq, endi obyektivlarda sonida farq qilishi mumkin, hozir adashgan bo'lishi mumkin. Lekin mana shu kameralarda faqat obyektivida, zoomda farqi bo'ladi. Videoni sifati umuman farq qilmaydi. Undan tashqari keyingi farqi bo'lsa, ekranni dyumida, o'sha kattaligida. Ekran dyum, masalan, kinoni ko'rsanglar yoki o'yinlar o'ynasanglar, Pro Max'da mazaq o'ynashingiz mumkin. Pro'da ozgina sizlarga kichkina tuyulib qolishi mumkin. Keyingi farqi, bu O'zbekiston sharoitida juda ham kerak bo'lgan narsa, bu akkumulyator. 15 Pro Max, umuman olganda Pro Max modellarini akkumulyatori Pro modellariga qaraganda kattaroq bo'ladi va ko'proqga yetadi. Sizlarga maslahat qiladigan modellarim Pro modellari. Ya'ni sizlar mobilografiya bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, Instagramda blog olib bormoqchi bo'lsangiz, asosan budjetingiz cheklangan bo'lsa, sizlar Pro variantlariga e'tibor qaratinglar. Yoningizda power bank olib yurasizlar, masalan, zaryadkasini to'ldirishingiz mumkin. Agar arzonroq variant qidiraman desanglar, Pro Max ozgina qimmatroq bo'ladi. 13 Pro da to'xtagan edik. 13 Pro ni maslahat bergan edim. Undan keyingisi bo'lsa 14 Pro yokida 14 Pro Max telefoni.
Aynan mana shu 13 dan buyog'ini hozir oladigan bo'lsanglar, Instagramga sifatli kontent qo'yish imkoni bor. Sizlarga agar iPhone 13 yoki iPhone 15 telefonlarini ol deb kimdir maslahat bersa, unga ishonmanglar, ularni eshitmanglar. Chunki 15, 16, даже 17 telefoni ham zo'r. Ya'ni o'zini simple variantini aytayapman. 3 ta kamerasiz bo'lgan 17, 16 variantlari. Ular ham zo'r, faqatgina kamerani sifati Pro Max Pro'lar bilan bir xil bo'ladi, faqat bitta minusi bo'ladi. Ularda obyektiv bo'lmaydi. Bir dona bo'ladi, faqat 1x ta oladigan bo'lasiz. Shuning uchun undan keyin ularda mediniy protsessor bo'lmaydi. Ya'ni sizni olgan videolaringizni tez obrobotka qilib bera olmaydi. Shuning uchun Pro va Pro Max variantlarini tanlaylar doim. iPhone 16 ni o'zini olganinglardan ko'ra 15 Pro yoki 14 Pro ni olganinglar yaxshi, afzal. 13 Pro dan tepa bo'lgan telefonlarni hozirda sizlarga Instagram uchun, blog uchun olishinglarni maslahat beraman. Ularning narxlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'zi umuman olganda bir xil bozorga borishdan qo'rqadi. Yangi iPhone olgan bo'lsangiz, masalan, Redmi tutib yuribsiz, hozir iPhone ga o'tmoqchisiz. iPhone ni umuman bilmaysiz, tushunmaysiz. Bozorga borishdan, odamlarga aldanib qolishdan qo'rqasiz. Demak, sizga zo'r maslahat, openshop.uz saytiga kirasiz, ikkinchi qo'l smartfonlar degan bo'limga o'tasiz. Ya'ni bu smartfonlar. O'sha joydan siz iPhone telefonlarini o'zingizga yoqqanini tanlasangiz bo'ladi. U yerda juda ham har xil modellar bor. Men sizlarga aytgan modellar bo'lsa 13 Pro dan tepa modellarni tanlasanglar yaxshi. Qanchalik baland bo'lsa, shunchalik yaxshi, lekin narxi ko'tarilib ketaveradi. Joy masalasiga keladigan bo'lsak, xotira masalasiga jack kattasini olmasanglar ham bo'ladi. Agar videolarni vaqtida o'chirib qarab yuradigan bo'lsanglar, ortiqcha ilovalar yozmasanglar, 256 GB iPhone ham sizlarga bemalol yetib ortadi. Hoziroq openshop.uz saytiga kiringlar, ikkinchi qo'l smartfonlar bo'limiga o'tinglar va o'zingizga yoqqan iPhone ni tanlaylar. Bu smartfonlarimiz uchun ham aynan mana shu ikkinchi qo'l smartfonlar bo'limidagi barcha smartfonlar uchun kafolat bor. Undan tashqari bo'lib to'lashga ham olsanglar bo'ladi. Va yana sizlarga bitta zo'r ma'lumot, o'sha smartfonlarni agar openshopdan xarid qiladigan bo'lsangiz, bo'lib to'lashga ham narxga umuman farqi yo'q. Sizlarga qo'shimcha 365 GB trafikka limitga ega bo'lgan SIM karta ham qo'shib beramiz. Xo'p, shunaqa qiziqarli ma'lumotlar uchun OpenShop YouTube kanalini qo'ng'iroqchasini yoqib qo'yinglar, bizga obuna bo'lib qo'yinglar va har doim kuzatib boringlar. Endi Xudo xolisa har hafta sizlarga zo'r videolar chiqarishga harakat qilamiz. Charchamanglar.